Dünya miqyasida Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan zulmlarga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. 21 dekabr Turkiyaning Adıyaman va Mersin shaharlarida ommaviy tashkilotlar bir yerga jam bo'lib, Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Indoneziyaning poytaxti Jakartada xalq yana bir qatim Xitoy bosh elchixonasi oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. Qirg'izistonda qirg'izlar Xitoyga noroziligini bildirib, Xitoy elchixonasi oldiga jam bo'ldi. Germaniyaning Berlin shahrida Uyg'ur davosi fidoilari axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Oqsaroyning oldidan tashqi ishlar ministrligigacha piyoda yurib namoyish qilgan Uyg'urlar Xitoyning bostirish siyosatlarini aybladi. Turkiyaning Bursa shahrida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatlarida qurbon bo'lganlar uchun g'oyibona janoza namozi o'qildi. Cuma namazdan keyin ulug' jamiyada o'qilgan meyit namoziga ommaviy tashkilotlar va xalqdan bo'lib minglarcha kishi qatnashdi. Sharqiy Turkiston madaniyat va hamkorlik tashkilotining raisi Sitim Turk so'z qilib, Sharqiy Turkistonda 69 yildan buyon ishg'ol va sistemalik assimilyatsiya siyosati yurgizilganligi haqida to'xtalib, bo'libmi 2017-yildan buyon Xitoy kommunist hokimiyati Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga tarixda ko'rilib boqmagan zulmlarni qildi dedi. Amerika Adliya Ministerligining oshkorlashicha, Xitoy Amerika shirkatlari va organlaridan uchur o'g'irlash uchun xakerlarga mablag' solmoqda. Dunyodagi eng chong ichki iqtisodiy gavda bo'lgan Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiychilik kun sayin kuchaymoqda. Navbatda dunyoning ikkinchi chong aqlifon ishlab chiqarish shirkati bo'lgan Huawei'ni Xitoyga josuslik qildi deb ayblagan Amerika, yanama ilgirlagan holda Xitoy hukumatini o'zlariga hujum qilgan xakerlarni qo'llash bilan aybladi. Xitoy bo'lsa, Amerikaning to'g'ri hujumi nomida Xitoyga qarshi asossiz ayblashda bo'lganligini bildirdi. Amerika Mudofaa ministri Jim Mattis fevralning oxirida vazifasidan ayrilganligini e'lon qildi. Mattisning bu qarori Amerika prezidenti Trumpning Suriyadan askar chekindirish qaroridan keyin o'tirg'a chiqdi. Rossiya muavin tashqi ishlar ministri Bogdanov Mattisning vazifasidan ayrilishining Amerikaning Suriyadan askar chekindirish qarori bilan bevosita munosabatli ekanligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashi Yamanda yuz berayotgan urushning oxirlashtirilishi uchun harakat etdi. Xavfsizlik Kengashi Port shahri Hudaydada yo'l qo'yilgan urush to'xtatishni nazorat qilish uchun bir xalqaro nazorat qilish guruhi qurish va bu guruhni rayonga avatish qarorini chiqardi.